Ayol uchun eng yaqin do'st kim? Kimdir eri deydi, kimdir ota-onasi deydi. Lekin bilasizmi, men tajribamdan kelib chiqib shuni bildimki, ayol eng yaqin inson qilib o'zini bilish kerak. Faqat o'ziga suyanish, o'ziga tayanch topish, ichki tayanch, ichki suyanchiq. Juda ham ko'p ayollar turmush o'rtog'iga suyanib qolgan. Bu yaxshi albatta, lekin buni yomon tomoni bor. Turmush o'rtog'ini bog'lab berilmagan. Bo'lishi mumkin o'lim, bo'lishi mumkin xiyonat, bo'lishi mumkin boshqa narsa. Va mana shu turmush o'rtoq hayotidan ketganda bular xuddiki haligi hassasini yo'qotib qo'ygan odam yiqilib tushadi-yu, mana shu holatga kelib qoladi va bularni oyoqqa turg'izish shunaqangi qiyin. Ularni sinib qolishi juda ham oson. Va aksincha, o'ziga o'zi suyangan, ichki suyanchig'i bor, o'zini o'zi qo'llab-quvvatlay oladigan, o'ziga o'zi do'st bo'lgan ayollar har qanday qiyinchilikka turib bera oladi. Bu jismoniy kuch haqida gap ketmayapti. Bu ichki ruhiy kuchi bor. Chunki biz ayollarda ruhiy kuch bo'lmasa, farzandlarimizga kim qaraydi? Birorta tashvish tushsa, birorta musibat bo'lsa, kim boshqalarga mana shu narsani beradi? Kim bizga beradi? Shuning uchun hurmatli ayollar, boshqalarni tashvishini qilasiz. Bu to'g'ri, bu tahsinga loyiq, lekin shuni orasida eng kerakli, eng yaqin do'stingiz o'zingizni unutib qo'ymasangiz bo'ldi. O'zingiz haqingizda o'zingiz g'amxo'rlik qiling.